onajonlar iltimos antibiotik qilishdan oldin, gormonlar qilishdan oldin, eng muhimi aptekani vitaminlarini berishdan oldin juda ham ehtiyot bo'linglar. Eng xavfli narsa bu aptekaning vitaminlari bo'ladi. Haqiqatan xavfli narsa hisoblanadi. Siropligi eng xavfligi. Jevательный vitaminlar eng xavfligi. Ana krasители bor, ayiqchalik, yana bir narsalik, quyonchalik bo'lgan vitaminlar bu qonni ziyon narsa hisoblanadi. Mumkin emas. Alohida mikroelement berasizlar, lekin odan yaxshi bolani organizmini gijjalardan, qurtlardan, infeksiyalardan tozalab olish kerak. Ana undan keyin alohida mikroelementlar berasizlar. Kerakli mikroelementlar. Bu birinchi o'rinda kalsiy, magniy, D vitamini ham ehtiyot bo'lish kerak. Organizmni tozalab, jigar o'tqoq yo'llarini to'g'irlagandan keyin D vitamini berasizlar. Qolgan vitaminlar eng zo'ri, so'rashvaqti spirulin, eng zo'r narsa. Spirulin ichida ham oqsil bor, ham vitaminlari bor, ham mikroelementlar bor, даже yod bor spirulin ichida. 4 ta spirulin tabletkasi 200 gramm go'sht